Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim To'g'liq Hamid. Men Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmda yashayman. Meningki ota-onam Xitoy tarafidan begona kesilib ketgach, men Shvetsiyadagi parlament binosining oldida butun dunyo xalqiga va Shvetsiya hukumatiga ota-onamniki begona kesilganligi va Shvetsiya fuqarosi bo'lganligi uchun menga ilgi chiqish uchunga yolg'iz kishi namoyish qilayotgan shikoyatni ochdi. Atiganayag'i o tarafda Ironlik qarindoshlar namoyish qilyotdi. Shuningga men boyoq yetib keldim. Undan keyin bugun parlament a'zolari kelgan o'xshaydi. Shuningga binolar odamlar bu qashqa shu ma tarafga o'tib turib qilib qo'ysang bo'pti dedi. Shuningga ma tarafga kelib namoyish qilyapman. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan. Opam Sadat Favdun bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni atigan soat 9da Ili oblastlik bexatarlik saqlash tarafidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirilgan. Undan keyin ota-onamni yipti holatda sotuvchi birinchi qitimda 5 yil, ikkinchi qitimda 18 yil kesib o'tgan. Hozir sotninki nimasi og'zaki kesim bo'lgan bo'lsa-mu, hukmnomani o'qib bergan bo'lsa-mu, opam dadam hozirgi shu kuchga ega bo'lib, sotning kuchi bilan shu hukmnomasi bo'yicha hozir dadam Kunasdagi turmada, opam Bayondaydagi turmada sotninki nimasini ijro qilyapti. Nimasini sot hukmini ijro qilib, opam dadam begunoh holatda Xitoy turmasida jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoyninki turmasidagi bir Uyg'ur ana, bir Uyg'ur dadaninki ingrayotgan, zararlanayotgan, erkinlikka tashlanayotgan bir mazlumlarninki o'g'li bo'lish suhbatim bilan men yolg'iz kichik namoyishimni boshlab Xitoy hukumatiga qarshi nimamni boshlab etdim. Bu 2 oydan eshib qoldi. Shuningga har qaysi qarindoshlarninki ota-onasiga ega chiqib, Yevropa mamlakatlaridagi parlamentniki oldida nima qilib, namoyish qilib, ota-onalarini qutqizib chiqishini va shundaqla shu parlamentniki oldidagi boshliqni to'ldirishini umid qilaman. Shuningga har qaysi qarindoshlar ota-onanglarga vaqtida ega chiqinglar. Ularninki begunoh insonlarninki hayoti Xitoyninki turmasida bekorga dafsanda holatda o'tib ketyapti. Shuningga men qarindoshlarninki ota-onasiga ega chiqishini, ularninki qarindoshlarninki ota-onasiga ega chiqib, shu Yevropa parlamenti oldidagi bo'shliqlarni to'ldirishini umid qilaman. Meningki opam dadamninki kesilishdagi tubki sababi bo'lsa, birinchidan shu meni Shvetsiyaga kelib siyosiy panohlik tilagan va undan keyin shundaq nima qilgan Xitoyga qarshi siyosiy harakatlar bo'lgan degan batman bilan opam dadamni kesib o'tgan. Ikkinchisi Turkiyaga kelganlik uchun opam dadamni shundaq kesib o'tgan. Meningki shaxsiy uchurlarimni Shvetsiyaga Xitoy o'zi yasab chiqargan ba'zi bir g'ulchilik milliy munofiqlar vatanga berish jarayonida, Xitoyninki savol so'roq jarayonida hamma uchurlarimni berib o'tgan. Meningki butun uchurlarimni berib o'tgan. Undan keyin men bilan ozroq problemalar sababidan qiyirishib, mendan o'chilib, bechar opam dadamni mana bugungi kunlikda turmada yetishiga sababchi bo'ldi. Chunki Xitoy hukumatiga mushu milliy munofiqlar mushu narsani olib bermagan bo'lsa, bunchalik darajada bo'lib ketmaydi deb o'ylayman. Chunki boshqa tashkilotning boshliqlarining tuqqanlarningki o'qib chiqdi, ammo men bir tashkilotningki a'zosi bo'lmasligim, oddiy bir fuqaro bo'lish bilan, lekin mening ota-onamga shundaq narsalar bo'ldi. Undan keyin meningki opam dadamninki shundaq ziyonkashlik uchirganligidan foydalanib, shu qurultaydagi ba'zi bir akalarimiz yordam bermadi deb meni
qaqsoq qildi. Meningki ota-onamga bo'lgan hissiyotimdan foydalanib, meni jinoyat yo'liga boshlamoqchi bo'ldi. Chunki men bu jarayonda nurg'un ishlarni bilib ketgachga, bular menga bizlar qilmoqchi bo'ldi. Men navbatda vatanimizga Uyg'ur qarindoshlarninki ahu faryodlarini parlament hukumat binosidagi amaldorlar anglatish uchun navbatda bir necha shuarni to'layman. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping! Fascist Xi Jinping! Terrorist China! Fascist China! Stand up Scandinavia! Stand up Scandinavia! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stop China genocide! Stop China genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Xinjiang terrorist! Zhuhailan terrorist! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Fascist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Zhuhailan terrorist! Xinjiang terrorist! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist! Nazi China! Nazi China! Fascist China! China, release my parents! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Kina, stopp folkmördare! Kina, stopp folkmördare! Kina, stopp folkmördare! Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Stand up against Uyghur genocide! Xi Jinping terrorist! Xi Jinping terrorist! Nazi China! Fascist China! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Xinjiang terrorist! Xinjiang terrorist! Zhuhailan terrorist! Zhuhailan terrorist! China release my parents! China release my parents! China release my parents! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Stand up against Uyghur genocide! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping! Fascist China! Dictator China! Terrorist China! China terrorist! Fascist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! China release my parents! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Kina stopp folkmördare! Kina stopp folkmördare! Kina stopp folkmördare!